Demak, bu darsda biza natural transformation, ya'ni tabiiy almashtirishlar va adjoint functors, demak qo'shma funktorlar, shularni o'tamiz. Avval kategoriyalar ustida keraksiz bo'lgan tushuncha, demak izomorfizm tushunchasini qaraymiz. Demak, izomorfizm tushunchasi qanchalik kerakliligini algebra kursidan bilsak ham, bu yerda demak uncha kategoriyalar uchun uncha kerak bo'lmaydi. Demak, ikkita kategoriya C va D o'zaro izomorf deyiladi. Agar shunaqangi f degan funktor bo'lsa, C dan D ga va shunday J degan funktor bo'lsa, D dan C gaki, ularning kompozitsiyasi birlik funktorni beradi D ustida, D kategoriyani ustida. Demak, bu yerda bunaqa D, bunisi ham shunaqa D va bunaqa olingan ko'paytmasi esa kompozitsiyasi esa C kategoriya ustidagi birlik funktorga teng bo'lsa. Xo'p, bu nima degani? Demak, agar bizada ikkita kategoriya o'zaro izomorf bo'lsa, C bilan D o'zaro izomorf bo'lsa, mana shu ular orasidagi izomorfizmni aniqlashtirayotgan funktor bizada ikkala kategoriyani obyektlarini ham, morfizmlarni ham orasidagi biyeksiyani keltirib chiqadi. Ya'ni C kategoriyani obyektlari bilan D kategoriyani obyektlari o'zaro birlik, o'zaro bir qiymatda bo'ladi, birga bir qiymatda, ya'ni biyeksiya mavjud bo'ladi va morfizmlarni qarasak, C kategoriya bilan D kategoriya morfizmlari ham o'zaro bir qiymatli moslikda turadi. Shuning uchun bir tomondan xuddi bir xil ikkita kategoriya ham bir xil bo'lib qolgandek bo'ladi. Kamdan kam hollarda bu bo'ladi. Bu juda kuchli, demak, talab bu ikkita kategoriya uchun. Masalan, quyidagi ikkita kategoriya o'zaro izomorf emas. Demak, VNK deb biz K maydoni ustida, demak, faqat bitta element K darajasi n bo'lgan vektor fazoni qaraymiz. Demak, obyektlari faqat bittagina shu va morfizmlari Kn dan Kn ga bo'lgan morfizmlarni biz bilamiz. Demak, Kn chiziqli fazodan Kn chiziqli fazoga. Misol uchun K teng R bo'lganda bu Rn o'zi, demak, Rn dan Rn ga bo'lgan barcha chiziqli almashtirishlar bu matrisalarni beradi. Shuning uchun demak bu yerda endomorfizm deyilgan. Ya'ni bu kategoriya qanaqa? Faqat bitta elementi bor. O'sha K darajasi n degan yoki Rn degan. Qolgan hamma akslantirishlar demak shundan o'ziga qaytadigan. Demak, bitta obyektli kategoriya, ya'ni object VK n faqat bitta elementdan iborat. Bitta n o'lchamli fazo Kn degan. Endi ikkinchisini ko'radigan bo'lsak, vektor nk bu shunday kategoriyaki, demak, K maydon ustidagi barcha n o'lchamli vektor fazolar. Demak, buni obyektlari cheksiz ko'p. Vekt Kn barcha n o'lchamli vektor fazolar, vector spaces. Endi ko'rib turibsizlar, bular cheksiz ko'p, bular faqat bittagina, shuning uchun bular orasida biyeksiya mavjud emas. Demak, bular o'zaro izomorf emas kategoriya sifatida, chunki obyektlari soni har xil. Lekin agar mana shu kategoriyani qaraydigan bo'lsak, yana demak vektor nk ni qaraydigan bo'lsak, ixtiyoriy ikkita obyektini olsak, demak v degan vektor fazo, w degan vektor fazo, buni ham o'lchami n, buni ham o'lchami demak n. Shuning uchun bundan bunga bo'lgan strelkalar, demak hamma bizada n va n demak matrisalarni beradi. Chunki har bir shunaqa matrisa bitta chiziqli akslantirish aniqlab beradi. Shuning uchun bu ma'noda morfizmlari
buni morfizmlari bilan mana bu endomorfizm bilan ikkalasi bir xil. Va biz chiziqli algebrada bilamiz, ixtiyoriy n o'lchamli vektor fazo aslida demak Kn ga izomorf bo'ladi. Bu yerdan ixtiyoriy n o'lchamli vektor fazo olsak ham baribir o'lchami n bo'lgani uchun faqat shu Kn fazoga izomorf bo'ladi. Shu tomondan demak bu ikkinchi mana bu ko'k rangdagi vektor n kategoriyasi bizga hech qanaqa yangilik bermaydi. Demak mana shu bitta obyektga ega bo'lgan vkn kategoriyasi bilan u qandaydir o'zaro bog'liq. Ya'ni kichkina o'sha kategoriyani bilsak yetarli. O'sha tomondan biz demak ekvivalensiya degan tushunchani kiritamiz. Kategoriyalar orasida ekvivalensiya, equivalence of categories. Demak ikkita kategoriya ekvivalent deyiladi. Kategoriya C va kategoriyada ekvivalent deyiladi. Agar shunaqangi funktor mavjud bo'lsa-ki, f C dan D ga bunda demak ixtiyoriy D degan obyekt olsak, shunday C mavjud bo'ladiki, FC bizada D ga izomorf, ya'ni D izomorf FC. Ya'ni D dagi barcha elementlar uchun qandaydir C topiladi. Mana yuqoridagi misolda ixtiyoriy mana bu Vn deb olingan aslida K n ga izomorf edi. Demak, har bir element uchun shunaqa izomorfizm topilishi kerak va ixtiyoriy demak C dagi strelka uchun bu yoqdagi funktor o'tkazadigan strelka mana shu narsa biyektiv bo'lishi kerak. Ya'ni strelkalarning soni bir xil bo'lib turishi kerak. Xuddi u yerda qanaqa strelkalar bo'lsa, bu yerda ham shu strelkalar bo'lishi kerak. Bundan ortiq fx dan fy ga qanaqadir boshqa strelka mavjud bo'lishi kerak emas. Ya'ni hammasi mana shu C kategoriyasidagidan kelishi kerak. Shunda bular ekvivalent bo'ladi va haqiqatan tekshirib ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerdagi mana bu misolda o'sha ikkita kategoriya o'zaro ekvivalent. Vekt nk va vekt kn ekvivalent kategoriyalar. Ekvivalentlikni yana boshqacha demak tushuntirish mumkin. Uning uchun bizga demak natural transformation, ya'ni tabiiy akslantirish kerak bo'ladi. Shu tushunchasi kerak bo'ladi. Demak, C bilan D bizada ikkita kategoriya bo'lsin va F bilan J demak funktorlar C dan D ga. Ya'ni mana C kategoriyasi, F, D kategoriya va yana bitta funktor J. U holda eta deb men demak F dan J ga bo'lgan akslantirishni yasamoqman. Demak, F funktordan, endi e'tibor beringlar, funktordan boshqa funktorga akslantirish yasamoqman eta deb. Bu nima degani? Mana shu akslantirishni biz quyidagicha demak aniqlaymiz. Bu shunday demak nx laki ixtiyoriy x tegishli obyekt C uchun, ya'ni x ni man demak x ni C kategoriyadan oldim bitta elementni. Mana shular uchun demak nx lar yasamoqman. Bu x o'tadi qandaydir fx ga va ikkinchi tomondan jx ga o'tadi. Ya'ni ikkinchi kategoriyada, D kategoriyada, chunki F bilan J D ga akslantiryapti. Va demak shular orasidagi qaysidir strelkani men olaman eta x deb. Mana shu eta x larni demak har bir x uchun faqat bittasini olaman. Chunki bu yerda o'zaro strelkalar ko'p bo'lishi mumkin. Mana shu strelkalarni yiqqanimda bular demak D kategoriyani xomlaridan, ya'ni morfizm D dan va ular quyidagicha xossaga ega bo'lishi kerak. Demak, agar bitta x uchun shunaqani olsam, demak y nuqta uchun boshqalarni olaman, deylik bu yerda boshqa bitta strelka bo'ladi, eta y degan. Mana demak x uchun mana bu strelka bo'lsin, y uchun bu strelka bo'lsin. Endi agar bizda C kategoriyada x bilan y orasida biror bir f degan strelka mavjud bo'lsa, unda bizda funktor f nima qiladi? Funktor f uni ham mana shu strelkaga o'tkazadi. Kovariant funktori bo'lsa f.
va j funktorimiz u ham f ni demak mana bunaqa strelkaga o'tkazadi va biz bitta shart qo'yamizki, mana shu demak to'rtburchak kvadrat kommutativ bo'lsin. Ya'ni mana bu kompozitsiya tepadan kelgan yo'l bilan mana bu pastdagi yo'l bir xil bo'lsin. Demak, shu narsalar bajarilsa, mana shu ertaga demak tabiiy transformatsiya deyiladi. Tabiiy transformatsiya deyiladi. Hop, sizlar kichkina bitta misol tekshirib ko'rishinglar mumkin. Demak, C bilan D kategoriyalar berilgan bo'lsa, unda mana shu C dan D ga bo'lgan barcha funktorlarni kategoriyasini tuzishimiz mumkin. Unda obyektlar funktorlar bo'ladi. Morfizmlar esa demak biror bir f bilan j funktor orasidagi morfizm esa o'sha barcha all natural transformations, barcha tabiiy akslantirishlar, almashtirishlar. Mana shunaqa tuzilgan kategoriya haqiqatan ham kategoriya bo'ladi. Bu yerda kompozitsiya olish ham o'z navbatida o'shani isbotlab ko'rganingizda kompozitsiya qanaqa kirishligini ham tushunib olasizlar. Demak, bundan tashqari agar har doim har bir mana shu n'imiz izomorfizm bo'lsa, mana shu yerdagi har bir nximiz izomorfizm bo'lsa, ya'ni mana shu kategoriyada, ya'ni D kategoriyada unga teskari mavjud bo'lsa, har bir x uchun, u holda это demak natural isomorphism deyiladi, ya'ni tabiiy izomorfizm. Hop, endi ekvivalensiyani boshqacha, demak, ikkita kategoriyani ekvivalentligini biz boshqacha kriteriyasini berishimiz mumkin. Buni ham isbotlab ko'rasizlar exercise sifatida. Demak, ikkita kategoriya C va D ekvivalent bo'ladi. Faqat va faqat quyidagi demak bajarilsa. Demak, funktor bor f bizada C dan D ga akslantirish va D dan C ga boshqa funktor bor. Endi chizadigan bo'lsak, C dan D ga f, D dan C ga j. Endi ularni kompozitsiyasini olishim mumkin, ya'ni C kategoriyadan yana C kategoriyaga men bunda borib, keyin qaytib kelishim mumkin, to'g'rimi? Demak, j kompozitsiya f olaman va boshqa akslantirish, boshqa funktor bor, bu birlik funktor. C kategoriyada birlik funktor va mana shular orasida natural izomorfizm mavjud bo'lishi kerak, shu ikkita funktor orasida. Yoki demak D dan D ga o'tganda bu yerda birlik D olaman va D dan D ga bu tomondan kompozitsiya olaman. Demak, f keyin kompozitsiya j olishim kerak. Demak, birinchi avval j ni olib, keyin f bilan kompozitsiya olishim kerak va bunda ham demak mana shu f j dan birga natural izomorfizm mavjud. Hop, bunda mana shu j funktorimiz bizada f funktorini pseudo inversi deyiladi, ya'ni qandaydir rus tilida psevdo обратный deydi, demak qandaydir teskarisi bo'ladi. Ya'ni funktorni aynan teskarisi emas, chunki unda izomorfizm bo'lib qolardi. U yerda ekvivalensiya bo'lyapti, shuning uchun qandaydir teskarisi deyiladi. Va u yagona emas, ya'ni ikki nechta bo'lishi mumkin. Buni ham demak isbotlab ko'rishinglar mumkin. Endi yana bitta ta'rifi, buni ham demak exercise sifatida qarab ko'ringlar. Demak, 2 degan kategoriyani qaraymiz. Ikki kategoriya bu ikkita elementdan iborat kategoriya.
bitta elementini 0, bitta elementini 1 deb ataymiz. Va demak faqat bittagina strelkasi bor, trivial bo'lmagan 0 dan 1 ga. Bu aynan o'sha 0 1 to'plamini partially ordered set deb, ya'ni 0 kichik teng 1, 0 kichik teng 0, 1 kichik teng 1 deb kiritganda o'sha hosil bo'lgan kategoriya, mana bu demak trivial akslantirishlarimiz har bir obyektni mana shu kategoriyani qarasak va shu kategoriyani endi A kategoriya bilan to'g'ri ko'paytmasini olamiz. Direct product of categories. Esinglarda bo'lsa, unda demak bu kategoriyada xuddi parallel bo'ladi. Demak, har bir juftlikda birinchi qismi A kategoriyada, ikkinchi qismi 0 yoki 1 bo'ladi. Va demak shundan demak A kategoriya bilan B kategoriya orasidagi bo'lgan f va g funktorlarini demak natural alfa degan natural transformatsiyasiga quyidagi narsa aytiladi. Demak, bu shunaqangi alfa degan funktor. Demak, mana shu A kara 2 kategoriyadan B kategoriyaga bo'lgan funktorki, unda birinchi obyektni oladigan bo'lsak, bu yerda 0. Unda f ni beradi bizada va 1 ni oladigan bo'lsak, g funktorini beradi. Endi bu yerda akslantirish hosili, demak, f funktor bo'yicha shu akslantirish bo'ladi. Bu yerda akslantirish hosili, demak, g bo'yicha shu akslantirishni oladi. Xuddi gomotopiyaga o'xshaydi. Demak, A kategoriyadan demak B kategoriyaga bo'lgan ikkita f bilan g funktorini, demak, u qisman sekin-sekin borib, demak 0 vaqtda, xuddi bir 0 vaqtda f bo'lganini bir vaqtda g bo'lganga o'tkazadi. Sekin o'shani xuddi bir gomotopiyadek g ga o'tkazadigan narsa. Mana shuni tekshirib ko'ringlar, haqiqatan shu tarif deb shuni olsak, bizada naturallik kelib chiqadi, ya'ni mana bu yerdagi diagrammalar kommutativligi va bu tarifni olib, demak, mana bu tarifni keltirib chiqarib ko'ringlar. Hop, endi adjoint functorsga o'tamiz. Demak, qo'shma funktorlar. Bunda demak A bilan B kategoriya berilgan bo'lsin. Unda f funktorimiz A dan B ga, g funktori esa teskarisiga B dan A ga bo'lgan funktorlar berilgan bo'lsin. Unda f funktorini biz chap, demak, qo'shma deymiz g ga. G esa o'z navbatida 10 qo'shma deyiladi. Agar quyidagicha izomorfizm mavjud bo'lsa, ya'ni biyeksiya mavjud bo'lsa va bu biyeksiya tabiiy bo'lsa. Hop, bu biyeksiya nima deyapti? Demak, fa, demak, biz B kategoriyani qaraymiz. Demak, A element A dan olingan, B element B dan. Demak, B kategoriyaga B tegishli, endi A kategoriyadan edi, f funktor biza B ga o'tkazadi uni. Shuning uchun fa bizada B ning elementi va ular orasidagi barcha strelkalarni qaraymiz. Mana shu to'plam sifatida bu demak ixtiyoriy AB uchun o'rinli, ixtiyoriy A tegishli A, objekt A va ixtiyoriy B tegishli B kategoriyaning obyekti. Ikkinchi tomoni bu demak quyidagi bilan biyektiv bo'lishi kerak. Demak, A kategoriyada men A elementini qarab, endi B bizada B kategoriyada olingan. Demak, g bilan uni A ga o'tkazaman. Endi A kategoriyada ikkita element orasidagi barcha strelkalarni qarasam, mana shu to'plam bo'ladi. Demak, shu ikkita to'plam ixtiyoriy A va B uchun biyektiv bo'lishi kerak, demak biyektiv bo'lishi kerak va u biyeksiya demak natural bo'lishi kerak, ya'ni tabiiy bo'lishi kerak. Xo'p, tabiiylik nimadan iborat? Shuni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, what does it mean natural bijective? Bu demak o'sha kompozitsiyaga bog'liq holatlarni saqlanishi. Mana ko'rib turibmiz, demak, qizilda men B kategoriyani oldim. Qizil rangda bu B kategoriya, qora rangda A kategoriya. Demak, A ni tanladim mana. Bu yerdan B ni tanladim ixtiyoriy qilib.
Endi fa bizaga mana bu yerda bitta element bo'ladi, jb bizada bitta element bo'ladi bu yerda. Va agar men demak j ni tanlasam, j degan elementni tanlasam, j degan strelkani, mana shu strelkani, u menda demak fa dan b ga bo'lib turibdi. Ya'ni mana shu joyda turibdi, shu to'plamda. Va mana bu biyektsiya orqali u qandaydir boshqa bitta biyektsiyaga o'tadi, boshqa akslantirishga o'tadi a dan jb ga. O'shani j chiziqchada belgilaylik. Ya'ni j ni j chiziqchaga o'tkazadigan bizada aynan mana shu akslantirish beryapti. Ya'ni shu biyektsiya bizada j ni j chiziqchaga o'tadigan akslantirishni beryapti. Demak, shu biyektsiyani biz hozircha biyektsiya beradigan elementni chiziqchada belgilaylik. Xuddi shunaqa, demak, agar biz f ni tanlasak, agar a dan b ga, ya'ni teskarisiga bu tomondan tanlasak, bu kategoriyadan a dan jb ga, xuddi shu biyektsiya demak teskarisiga, unda bu yoqda f chiziqcha degan elementni beradi o'ziga. Uni shu chiziqcha deb ataymiz. Endi ko'rinib turibdi, mana shu chiziqcha olish akslantirishi bizada demak transpozitsiya deyiladi va u demak mana shu narsalarni qanoatlantiradi. Ya'ni 2 marta chiziqcha olsak, hech narsa paydo bo'lmaydi. Ya'ni shu akslantirishni o'zi bo'ladi. Buni ham tekshirib ko'ringlar. Exercise juda oddiy. Endi o'sha natural degan joyini tushuntirishga harakat qilamiz, nima ekanligini. U ikki qismdan iborat. Agar men yangi bitta b' degan element olsam, b kategoriyadan va a kategoriyadan a' degan element olsam, b bilan b' orasida q degan morfizm mavjud bo'lsa, unda fa dan b ga o'tadigan j'miz bor edi-ku, o'sha bitta tanlab olganimiz. Shuni q bilan kompozitsiyasini olib, keyin chiziqcha olsam, mana bu biyektsiya menga beradigan chiziqchalikni, bu aslida j ni ustida chiziqchani olib, o'sha q'mizni j orqali demak mana bu akslantirishga o'tkazib, uni kompozitsiyasini olgan bilan bir xil ekan. Ya'ni o'sha chiziqcha olish, ya'ni biyektsiya yuqoridagi mana shu biyektsiya, bu biyektsiya bizga beradigan narsani demak kompozitsiyani xuddi bir saqlagandek bo'lish kerak. Ya'ni mana tegi q degan narsamiz bu yerda j q bo'lib, tepadagi chiziqcha bilan kompozitsiyasiga o'tish kerak. Xuddi shunaqa f da agar o'sha bitta f tanlab qo'ysam, a dan jb ga o'tadigan va ixtiyoriy a' degan element olib p degan morfizm qarasam, a ga, undan keyin demak kompozitsiyasini olib chiziqcha olsam, bu chiziqcha xuddi bir f ni chiziqchasini olib, bu yerda demak p ni fp orqali olgan morfizmimizni kompozitsiyasiga teng bo'lishi kerak. Endi bu degani o'sha chiziqcha olishimiz qandaydir kompozitsiyani saqlash kerak degani. Buni quyidagicha ko'rinishda ham yozish mumkin. Demak, agar men o'sha biyektsiyani yuqoridagi mana shu biyektsiyani agar fi a b dan a j b ga o'tadigan homilani ustidagi mana shu to'plamdan bu to'plamga o'tadigan biyektsiyani fi a b deb belgilasam, ya'ni bu oddiy to'plamlar ustidagi biyektsiya. Mana shu biyektsiyani shunaqa deb atasam, men bu yerda qo'yaman ularni. Va endi a' boshqacha qilib tanlasam, ya'ni a' bilan b' ni boshqa tanlasam, ularning orasidagi ham biyektsiya, demak, chunki bu ixtiyoriy a b uchun edi-ku, shuning uchun fi a' b' degan biyektsiya mavjud bo'ladi menda. Va demak, yangi bo'lgan xom fpq va xom pjq degan akslantirishni yasasam, mana shu diagrammani kommutativligini tepadagi ikkita, mana shu ikkita narsa kommutativlikni beradi bizada. Bular aynan nima? Demak, xom fpq bu shunaqa akslantirishki, demak, j ni oladi, yozamiz, chizamiz, demak, j olinadi, demak, fa dan b ga. Demak, b kategoriyada. Endi undan oldin demak fp ni olar ekanmiz. Fp bizada p
edi bizada a' dan a ga, shuning uchun fp bizada f a' dan f a ga o'tadi, fp. Men shuni j bilan kompozitsiya olaman va qni olaman. Demak, q bizada mana tepada bor, mana bu joyda. b ni b' ga o'tkazadigan q akslantirish. Demak, bu menda hosil bo'ldi. f a' dan b' ga bo'lgan akslantirish, ya'ni aynan mana shu yerga tushdi. Xuddi shunaqa home PJQ ham aniqlanadi, ya'ni f ni mana bunaqa kompozitsiyaga o'tkazadigan. Va shuni qo'yib chiqsanglar, tekshirsanglar, haqiqatan bu narsa demak kommutativligi aynan o'sha ikkita shartni bizga beradi. Endi yana bitta ta'rifi bor, demak o'sha ekvivalent bo'lgan ta'rif. Bu universallikni ishlatishdan iborat. Demak, mana shu f funktor bilan demak j funktor o'zaro adjoint bo'ladi. Faqat mana shu narsa demak natural bo'lsa, natural obyeksi mavjud bo'lsa, buni demak quyidagicha tushuntiramiz. Demak, a degan obyekt olamiz a kategoriyadan, b degan obyekt olamiz b kategoriyadan, ixtiyoriy va demak b ixtiyoriy olganimizdan keyin j b bizada hosil bo'ladi, chunki j funktor berilgan. Demak, a bilan j b orasidagi ixtiyoriy j degan strelkani olamiz, mana shu strelkani. U holda aytilyaptiki, shunaqangi etta a degan morfizm mavjud bo'ladi, a dan jf a ga. Mana shu morfizm. Shunaqangi yagona morfizm mavjud bo'ladi f mana bu kategoriyada, demak b kategoriyada f mavjud bo'ladi, f a dan b ga o'tadigan. Shunaqangi uni j bilan bu yoqqa o'tkazsak, j funktor bilan jf hosil bo'ladi va mana shu diagramma kommutativ bo'ladi. Universalligi shundaki, har doim mana shu obyekt orqali o'tib ketar ekanmiz, jb ga o'tadigan bo'lsak. Va o'sha mana bu f bizda yagonalikni beradi. Haqiqatan qarasanglar, demak bu yerda mana qaraymiz, demak a kategoriyada a dan jb ga o'tyapman, mana bu narsa. Shunga mos qo'yapman yagona f ni aynan mana shu to'plamda f a dan b ga o'tayotgan yagona morfizmni mos qo'yapman. Yagonalikni o'sha obyektga ta'minlaydi va mana bu narsa morfizm ekanligi bizga muhim. Xuddi shuni ikkinchi narigi demak tomondan boshlaganimizda ham bo'lardi, chunki bu obyektga ikki tomonga hozircha biz qaysi tomonni qildik? Har bir aj ga bitta f a dan b topildi. Endi teskarisiga ham yozishinglar mumkin, chunki bu natural obyektdir. Endi yozib ko'rishinglar mumkin buni. Shu bilan menimcha dars tugatamiz va yana bitta darsimiz qoldi. Agar shuni o'tsak, ayrim algebradagi ayrim misollarni ko'ramiz. Mana shu funktorlarga, adjoint funktorlarga misol bo'ladigan.